Baliq ovida Mahmud To'ychiyev. Baliq tutish uchun bir kun Dilshod, men hamda Omon yo'l oldik daladagi huv katta anhor tomon. Qo'lda tutib qarmoqni xaltachaga non soldik. Uzoq ekan anhor ham, yetguncha ancha toldik. Baliq tutolmaysiz deb Nortoy birga bormadi. Biz bilan yurgin desak, gapga quloq solmadi. Manzilga yetgach suvga qarmoqlarni tashladik. Qachon baliq tortar deb intiq kuta boshladik. Birdan qarmoq po'kagi suvda o'ynab qoldi-ku. Tez yopishib dastakka qirg'oq tomon oldik-ku. Buni qarang, qarmoqqa ilinibdi qurbaqa. Chiqarib olib tezda uloqtirdim yiroqqa. Dilshodning xo'ragiga ilingandi zo'r laqqa. Uni tutib qololmay tushdi-ku o'zi laqqa. Omonchi, chuvalchangni ilaman deb qarmoqqa, qarmoqning tilchasini sanchib oldi barmoqqa. Baliq tutish yo'rig'in o'rganib ham oldik biz. Anchagina baliqni chelakchaga soldik biz. Oftobda ham toblandik, hatto cho'mildik biroz. Tabiat quchog'ida yayramoq qandayin soz. Yo'l oldik uyimizga, kech kirib kun botar choq. Kayfiyatlar zo'r edi, qo'shiq aytdik shod quvnoq. Qaytishda uchratdik biz Nortoyboyni qishloqda. Havasla qarab turar bizga Nortoy yiroqdan. O'ljamizni ko'rsatib maqtanib qo'ydik toza. Ovga bormaganiga afsus qildirdik rosa.